xil odamlar bor, nima emish? Barselona javob o'yinida Newcastle United bilan hech narsa qila olmaydi deb yozyapti. Mana odamlar hayronman. Hali Newcastle United Camp Nouga borgan yo'q-da. Mana endi boradi. Borganda ham shunaqa ko'radi enasini, menimcha. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Nahotki Barsa qolib ketadi hozir Newcastledan, Yo, menimcha Barselona Newcastle Uniteddan bilmayman, har xil ovqat qilsa kerak. Первый, второй, desert, har salat-palatlar qilib tashasa kerak. Qovurib yeb qo'ysa kerak Barsa. To'g'ri, Newcastle Unitedni endi muxlislarini hozir betda yo'q-ku, yo Newcastle muxlislari bormi? Endi bu gaplarim asabiga tegadi deb o'ylasak, misol uchun, O'zbekistonda Newcastle muxlislari bormi? Bo'lsa kommentga yozinglar-chi. Yo'q, menimcha. O'shanga men aytmoqchimanki, Barselona keyingi bosqichga chiqadi. Atletico Madrid bilan o'ynaydi. Xullas kalom Barselona finalgacha chiqadi. Sizlar nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Barselona Newcastle javob o'yinida Barsa nechta gol uradi? Yoki o'yin nechi bo'ladi? Yozinglar. Like esdan chiqmasin, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat.